Abşarkı püştügün avazsız püştegi. Kızcak, hayat dehşet küçüğünü püştügünü çalgın. Bir kuni Chujin Silangning yolg'iz qizi Liangzini kimdir biri aldab deb qochdi. Chujin ishlagan jarohatni birdan-bir tekshirish asos qilib, savdo kooperativining xizmatchisi Sanji Konarni jinoyatchi deb qaragan. Oqibat Sanji birdan g'oyib bo'ldi. Shu chog'da bir kishi Liangzini Shijo viloyatining Liaoka egizligini ko'rganligini xabar qildi. Lekin Chujin Liaokaga berib, shu yerdagi bir dachida qotillik ansiga chetlib qilib, qotil degan gumon bilan qo'lga olindi. Har vaqt qizi Liangzini yodidan chiqarmagan Chujin Atining yordami bilan tutib turish o'rnidan qochib chiqdi. Biroq Gofungshan tegida Ati yaralandi. Aqturish atrofga qo'lab kelgan ahvolda Chujin planni iskilatiga yoshirinib oldi. Kendi çıkın, tez bulun. Korku adamsız. Azırak. Hiç vakası yok. Özlemni sizi tanıştırıp koyayım. Ben Gufan planları meşgulunun okutçusu. İsmim Barten. Benim ismim Chujin. Ben sizge nimde bir rahmet etsem bula. Chujin, ben sizni kutkazmadım. Belki kızınızı kutkazdım. Yine Ati'ni kutkazdım. Benim kızım bilen sizin kızınızın yaşı anç çok fark kılmaydı ki. Benim bir işim var, ismi Taylan. Eğer kızım yutub geçse, ben de sizge okşaştı izlettim. Lekin Taylan'ın teni aciz. Bu Ati'de çok rol oynamaslığı mümkün. Şundaqtım o çokum cinini tikip hizmetini kılattı. Sizge köptün köp rahmet. Hiç kısı yok. Ben öz arzuyumni amalga oshirmoqchi. Ya'ni otiliq arzuyumni. Safsılar terişke qirab yurdi. Lekin ular o'ylagan yerga hargiz qo'nmaydi. Planer navada istiqova bajag'i berib olsa haydashmasam bo'ladi. Istiqova? Shunda bu xil istiqova Liaokadan Gufungacha hamma yerda bor. Bu atrofning hamma yeri menga besh qo'ldek tonish. Bo'ldi, bu ishni menga topshiring. Planın nima oldu? Merkez geldiğini ufkamız yok. Derhal şu Fuşen aileleri bilen alakasınla. Menimce saqchilar biz taq tizimlarini o'tib ketdi. Ular bizning bu yerligimizni xiyolga keltirmaydi. Bu tog'ning etigida tosh yo'l bor. Ana, o'tkinchi mashinalardan birini to'ssangiz, sizni Shangyuga yoki Bochiga olib qo'ydi. Haras, siz tutib turish o'rnidan qochib chiqibsiz. Har qachon yaningizda pulingizmi yo'qdi. Mendimi jiq emas. Biroq sizchi? Ular meni qo'g'lamaydi. Mening ishim oson. Men. Ila. Bo'pti. Qaringiz bo'lsin. Bir amal qilib qizingizni cho'qim teping. Ma'qul. Ati hargiz o'lmaydi. Tez men. Rahmat sizga.
Mavi saqchi mahkamasi Chujinslangni Yauko Cheshan dağısida qatil degan gumon bilan qo'lga olgandi. Bu tutib turish o'rniga kelgandan keyin yana qochib ketgan. Chujinslang bugun tushdan keyin soat 2 atrofida Changye nahiyasining Gofeng planlar mashq maydonida mushu maydonning o'qituvchisi Bangtenga qurolliq tahdid silib, Bangtenning planlarini bulab ketgan. Planlardan hozircha darak yo'q. Ba'zilarning qarashicha Shimoliy Alpis tog'lari qo'ngan bo'lishi mumkin. Siz kim bo'lasiz? Siz xonimmi? Ha. İsmim Sanji. Undaqda Uyingiz yomon emaski. ishingiz bormi? Oğlum xizmetidan istifa berdi. Sizlar qizimizni aldab ep qochdi, o javob berish kerak degashga istifa berdi. Ne degini? O bu ishdan ilgirli xizmetidan istifa bergan tursa, To'g'ri emas. Oğlum Konor mendan masalasiz ish qiladigan bola emas. O mas'uliyatchan bola. O bu shirkatga ming bir tasdiq kirgan. Agar bu ish bo'lmagan bo'lsa xizmetidan istifa bermaydi. Onun dadisi allaburun o'lib ketgan. Men bir mazlum ayol mushi bolani tarbiyalab cho'ng qildim. Onun dadisi kombayliklar nazoratining amaldori edi. Uning orzusi bo'yicha unda ashyoda o'qitdim. Bangliq sud kooperativ kirgizib qo'ydim. O gapimni anglaydi. Obdan bo'ladi. Turmushimning birdan bir qimmatini sho'tdi. Hammani rehimsizlarcha buzgan sizlar. Tabiqmi? Biz zaten nemish qildik? Eringiz Lyokada qotillik qildi. Yantiq saqchilarni qochib yuribdi. O'zimda odam o'tgan kishini men hargiz kechirmayman. O'g'limning butun umrini sizlar nobud qildinglar, hargiz kechirmayman. Lekin ish bo'lmagandek biz nemish qildik deydi. Gapingiz kishini hayron qoldirdi. Qaytib ketim. Men sizlarni hozirlab turayotgan bor. Biroq men sizning eringizga hargiz o'xshamayman. Men undaq ishni qilmayman. Qaytib ketim. Albatta qaytib ketaman. Lekin men eringizning baldiroq qo'lga ilinib, tegishli jazo topilishini orzu qilaman. Poçiq keldik. Ben nişe tushib qolay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mushu atrofda hayvonotlar doktorxonasi bormi? Bor. Oldingizga do'qmishga berib, so'lga burilsangiz borsiz. Yarı seniki emas ekan. Uni qutqizib qola olamsiz. Ish qilib davolab boqmamdiq. Nima ish bundaq ig'ir yerlandi? Men bir ish bilan band bo'lib qolgan orliqda, cho'ng bir ish bilan. Toza tavakkul chiqanda bu. Yavza, erketam. Sizning qizingizmi? Ha, ismim Yavza. Yavza. Bu yoqqa keling.
bo'pti? Talashqandı. Yarlandı. Atiye. Eshitdim bo'lmaydi. Bir necha kundan keyin yaxshi bo'lib qolasan. Men seni inonda bo'lamig'idakman. Apo qilasanmi? Sabr taqat bilan meni kutib tur. Hoşuğa ketdi-da, bek yaxshi bo'ldi. Ko'proq yegin, tez saqayib ketsa. Yo'zi. İşte yaxshi ko'ramsiz. Bek yaxshi ko'raman. Onun ismi Atiye. Benim bir kızım var. İsmi Lianzi. Vallahi baksız var. Lianzi, nemiş Atiye'ni köylülükemedi. Bu kilenmeydi. Nemişqa? O tolum jirak yedi. Pek şirak mı? Şundak. Atiye işkimiz. Lianzi'ni izlep yürümüz. Nerediligini bilmemsiz? Lianzi Atiye'ni saxlavatıdığandı ha? Miyozi. Bay degellerim. İşkimizin oturuş etki məxfiyetlikçi mi? Məxfiyyətlikdənsiz? Şundak. Məxfiyetlik. Uqdum. Yaman kişiler uqub qalsa əskilik qıldı. Şundak. Mən uqdum. Bu məxfiyyətlik. Atiye saqayğıca. Men bir ev verip kemsem bulmaydı. Men kəygice. Atiye'nin ağlıdın xəbər ap qoya alamsız. Xatircəm bulun. Mən Lianzi'nin orunda onunla obdan qarayman. Rəhmət sizge. Miyoz. Kelin, bağlışımız. Şu cinslarning nadiligini tekşi tapamıdınlar mı? Hazırki ahvalda Çankı Sakçı İdaresi qarğanda Mavi Sakçı Məhkəməsi Bəkrək can tikib bizdə atıdı. Biz izləyən planer Çigiri rayın Çangşın yöredeki Çangı meydanında tepildi. Çocuğunun kızı Lyoki dağçısı mı ki? Menin şüyede. Çocuğun şuna aldırıp dağçığı verip bozuklarının dağına düşüptü de. Şundak. Tapançını uçudun ketken çocuğunun kılığı sıkızıp koygan. Ondan sakçığı məlum qılıp yağın nəq meydanı uydurup çıkargan. Hanım. Keçirim. Ben sizden ensiravatıman. Gep topamikin dep etrafdakilerden tih ensirayman. Öz-özünü idare qilish jamiyatidagilar yomon jidallashib ketyapti. Gezitda har nima daverdi. Bunda qiz ish tas bo'ladi. O'ltiraq rayondagilarning yuzini tushirgan bo'ldi deyishyapti. Bu zot qanday ishdi? Keçirim. Ben çocuğun uyu. Ben. Siz to'xtab turing. Siz hozir nerede? Hazırlı doncanın kilişim. Pulum qamidi. Atiye yarılanıp şinşi boçidiki hayvanatlar doktorxanasida turvatıdı. Davalatqın pul yok. Siz herkes öyle yoluma. Sakçılar sizni kösüp sürüydü. Siz hozir nerede? Sizga pul olib beray. Qachonlar yetib kelsiz? Emisi saat 3'te Şinsu Çingmo'nun dokmuşta sizni kütey bulamdı. Şinsu, herkes karanlık kıma. Epleşmiş başka amal kılamız. Herkes karanlık kıma.
Her ihtimal karşı siz meşe turup durun. Belki hanımızın aldırmaktadır. Çocuğun nazırlık et kılışım yok ki. Oladı. Yürü.
telefonni qo'yiblar. Bu yoqqa chekib, aram shuncha kishi qoldi. Kechiring. Salomatligingiz yaxshidir. Muhimi, anglasam, yangi hayotga. Bak yaxshi bo'pti. Men sizga ishonaman. Cho'jin, siz gunohsiz. Qo'limdan keldiganligi ish bo'lsa, qudratimga yetishcha yordam qilaman. Vaqt-vaqtida aloqalashib turing. Rahmat. Aras, buni ilib oling. Mening koni kiyimlarim. Cho'jin, buni kiyib oling. Gantiyan. Ondan şirketning ishlaridan xotirjam bo'ling. So'jang, sizning do'stingiz. Uni tirishchilik ko'rsatyapti. Taki ish aniqlanmaguncha sizning masalangizni bir taraf qilmaydi. Shunga shirkatning ishlaridan ancha ansirmang. Butun zehningiz bilan yangizni izlang. Rahmat. Sizni avor qildim. Men mangay. O'zingizni asrang. Mening siz bilan birga ishligim bor. Ben Gantiyan efendiden pul qarz aldım. Ensirmem. Şinsu'da sizni ko'rdim. Biroq aqlingizni saqchilab ekan amal bo'lmadi. Bundan keyin qanday qilasiz? Saqchilar sizni qachongacha qovlab yuradi? Sizni qachongacha qechib yurasiz? Sizni sirtlarda yolg'iz aylanib yurganingizni o'ylasam. Tamoqni qanday qilasiz? Nerede yetip kopsiz? Mendin ensirmem. Muhimi, şunca çırağınız başqacha turdi. Men sizni ensirab qoldim. Kesiliniz qo'zg'alib qolmas. Benim ahvolim yaxshi. Men yana sizdan ensirayotiman. Hozir siz nerede? Sizni bir ko'raydigan. Bir qarasam mayli. Yana biroz chidang. Leonzeli yoki dajisigan uni cho'qim topaman. Leonzeli tepib, uning bilan birga qaytaman. Ochiq yo'lga qaytib kelaman. Yana boramsiz, siz? Shinshidin donjang kagicha ayol bo'lib qoldim. Ati doktorxonadan chiqdi. Tezroq berishim kerak. Shunzi. Salomatligingizga diqqat qiling. Shundoq bo'lsin. Bizga ishni qo'yib ketgan ilg'or kishining chiroyini aniq ko'rganmidingiz? Ha, qaytib kelganda ishni endi bir qatim ko'rgandim. Bu shar shumi? Ha, shu. Undaqda uning ishni saqchi apsharkasida elishgan yarinib ketganda.
Yaxşısı, saqçıga tezroq telefon berib, ma'lum qilib qo'ying. Sizda u qotil tursa, bundaq kishining ishini qabul qilib, navbat bir ish chiqib qolsa nima qilamiz? Asta. Aldırmay tutmamsiz. Mesele iş demez. Onun ilgisi de. Eğer o kol kılınsa, saçlar işten hep gidiyordu. Herkes yarısı kaymaptı. Davalanıp dursun da onun işten taşlap ot ketmeydi. Sizning ishnim shundoq beg'amlik qildigansiz. Ey, qanday qilib bo'lmasin, saqchiga telefon berib qo'ying. Ateni saqchiga topshirib bersanglar bo'lmaydi. Akash menga men siz qarab qo'ying degan. Miyozı, cho'nglarning gapiga qo'shiq sanmang. Miyozı, işte işim kılmaydı. Sakçığa tılpın versek mi, onu bari bugün hiç etketmeydi. Bilemsiz, Elak Akash, yaman adamken, onu saçlar izlep yuttu. Biz bilip durup, bilmezlik silvasak olamdı. İşini yaxşı ko'rgan adam, yaman adam emas. Ha, şundak. Belkim yaman adam emasdi. Lekin Miyozı. Bunga tezroq telefon bering. Ha. Bugün gece hatırcam uxlayıram. Sakçığımı çakırmaylı. Şundak bolsun. Akash yaman adam emas. Keram. Şangay sakçıdarısının buyruğu asaslanğanda bu iş şüphesizki ati. Şundak mı? Bu neki muşar mı? Şundak. Kestik sürat anca uçuk emasken. Yaxşı. Sizlerge hiç qanday avarçılık sanmaymiz. Maviyenden çocuğunu toylaydigan birisi yetip kelge çocuğunu kolga elevetseniz boladı. Atıdarışlıklar. İşini davalashni odatdagidek davomlashtiravering. Stop. Undaqda ishni olib ketasizmi? Çocuğun kolga ilingandan keyin saqchilar ishni olib ketadi. Bugungi ish meshalchi bo'lsin. Ati. Chiqay. Tez bo'l. Ovozingni chiqama. Miyozı! Miyozı! Atini o'g'irlab ketibdi. Boya men davolash bo'limiga qarab baqaydab ishlasam, yo'qtirdi. Yo'q, uzab ketmadi. Quturish taqday. Ati ancha muhim emas. Chujini tutsaqli bo'ldi. Bexastilik qilib, uni urkitib qo'ysak chataq bo'ladi. Shunday bo'lsin. Aslidik film bo'yicha kuzinglar. Bo'ladi. Çağayı manatla doktor Hansi. Fatih? Fatih isimli git. Fatih isimli git bağım dep soravatıdı. Ayarının avazı. Bade koyun. Ba, onun karavatımız.
Hazırım bana. Ben hazırlı baray. Eğer erim menden burun berip kalsa, beni saklap dursun. Rencime etip koyasız. Aka,